Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 20 avgustdan boshlab pensiya tizimida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Kimlar bunga tayyor turishi kerak? Kimlar esa vahimaga tushmasligi lozim. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi yoki buyisi bobosi pensiya oladigan oilalar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya bo'yicha birgina hujjat yetishmasa, birgina ariza vaqtida berilmasa yoki ma'lumotlar bazasida xato bo'lsa, odam oylar davomida ortiqcha yugurishi, hatto pulidan vaqtincha ayrilishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgaradi? Kimlar tekshirishi kerak? Qaysi joylarda xatolar ko'p uchraydi va eng asosiysi, pensioner hozir nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men hujjatlarni tekshirish bo'yicha aniq ro'yxatni beraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pensiyasini himoya qiladi. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bir narsaga o'rganib qolgan edi. Odam pensiyaga chiqadi, pensiya jamg'armasiga hujjat topshiradi, ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar tekshiriladi va keyin pensiya tayinlanadi. Pensiya tayinlangandan keyin esa odam har oy pulini bank kartasiga yoki naqd shaklda olib yuradi. Ko'pchilik pensiya bir marta tayinlansa bo'ldi, endi umrbod o'zgarishsiz kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya doimiy nazorat qilinadigan to'lov hisoblanadi. Chunki pensiya miqdori, ish staji, oldingi ish haqi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya huquqi, indeksatsiya, qayta hisob-kitob va davlat tomonidan belgilangan qo'shimcha to'lovlarga bog'liq. Demak, davlat tizimida biror ma'lumot yangilansa, odamning pensiyasi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Endi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundaki, pensiya tizimida ma'lumotlarni aniqlashtirish, elektron bazalarni solishtirish, ortiqcha to'lovlarning oldini olish, yetarli hujjati bor fuqarolarga esa to'lovlarni tezroq va aniqroq yetkazish masalasi kuchaymoqda. Men buni oddiy qilib aytaman. Endi faqat qog'ozdagi ma'lumot emas, elektron bazalardagi ma'lumotlar ham juda muhim bo'ladi. Kimning ish staji tizimida to'liq ko'rinmayotgan bo'lsa, kimning familiyasi, pasport ma'lumoti, JSHR raqami, bank kartasi yoki yashash manzili bo'yicha tafovut bo'lsa, o'sha odamda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, ko'pchilik pensionerlar mening pensiyam kelyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'tiradi. Yo'q. Men ekspert sifatida aytaman. Pensiya kelayotgan hamma hujjatlar mukammal degani emas. Ba'zan xato yillar davomida bilinmaydi. Keyin tekshiruv paytida chiqib qoladi. Shunda odamdan qo'shimcha hujjat so'raladi. Pensiya qayta hisoblanadi yoki ayrim holatlarda to'lov vaqtincha ushlanib qolishi ham mumkin. Birinchi navbatda ish staji qog'oz mehnat daftarchasi orqali tasdiqlangan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa Sovet davrida ishlaganlar, 1990 yillar va 2000 yillar boshida korxonalarda ishlaganlar, korxona yopilib ketgan yoki nomi o'zgargan joylarda mehnat qilganlar albatta hujjatlarni tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki eski korxonaning arxivi topilmasa, ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri berilgan bo'lsa yoki mehnat daftarchasida muhr aniq bo'lmasa, stajni tasdiqlash qiyinlashadi. Masalan, bir opa 1905 yildan 1998 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar bor, lekin korxona keyinchalik yopilgan. Pensiya tayinlanayotganda bu davr hisobga olingan bo'lishi mumkin. Lekin elektronlashtirish vaqtida o'sha korxona arxiv ma'lumotlari to'liq topilmasa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar opa oldindan arxivdan ma'lumotnoma olib qo'ysa, keyin muammo bo'lmaydi. Agar kutib o'tirsa, kerak bo'lgan paytda arxivni izlab yurishga majbur bo'ladi. Ikkinchi toifa, pensiyaga yaqinda chiqqan yoki pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar. Ko'pincha odam 60 yoshga yoki ayollar belgilangan yoshga yetganda birdan hujjat yig'ishni boshlaydi. Bu juda kech. Men tavsiya qilaman. Pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin ish stajingizni, ish haqi ma'lumotlaringizni, farzand parvarishi davrlarini, harbiy xizmat, oliygohda kunduzgi o'qish, nogiron farzand parvarishi kabi imtiyozli davrlarni tekshirtiring. Chunki pensiya miqdorida bir yil ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Misol uchun, bir erkak 25 yil rasmiy ishlagan deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 3 yil davomida korxona sug'urta badallarini to'liq ko'rsatmagani aniqlanadi. Agar hujjatlar bilan isbot qilinmasa, pensiya miqdori kutgandan past chiqishi mumkin. Aytaylik, u oyiga 2 million so'm
pensiya kutgan bo'lsa, staj kam chiqqani uchun 1 million 700 ming yoki 1 million 800 ming atrofida tayinlanishi mumkin. Bu har oyda 200-300 ming so'm farq degani. Bir yil desa 2 milliondan 6 million so'mgacha farq bo'ladi. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi qayta ko'rik muddati juda muhim. Ba'zi odamlar nogironlik muddati tugaganini bilmay qoladi yoki tibbiy komissiyaga kech boradi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu davlat kimnidir jazolayapti degani emas, bu tartib. Agar nogironlik muddati tasdiqlanmagan bo'lsa, tizim to'lovni davom ettirish uchun asos ko'rmaydi. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini oladi. Uning qayta ko'rikdan o'tish muddati 15 avgustda tugaydi. U esa pensiya baribir keladi deb sentabrgacha kutadi. Natijada avgust yoki sentabr to'lovida uzilish bo'lishi mumkin. Keyin u komissiyadan o'tadi, hujjatlar tiklanadi, ayrim hollarda to'lov qayta hisoblanadi. Lekin odam bir oy asabiylashadi. Shuning uchun qayta ko'rik muddatini telefoningizga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ayting, poliklinika va tibbiy komissiya bilan oldindan bog'laning. 4-toifa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu to'lovlarda farzandning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi, turmush holati kabi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Agar farzand 18 yoshga to'lsa va kunduzgi o'qishda davom etayotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma vaqtida topshirilishi kerak. Aks holda to'lov to'xtashi mumkin. Bu ayniqsa talabalarga tegishli. Universitetdan ma'lumotnoma olishni kechiktirmang. 5-toifa bank kartasi, pasporti yoki yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Hozir ko'pchilik pensiyani karta orqali oladi. Agar karta muddati tugasa, bank rekvizitlari o'zgarsa, pasport yangilansa, familiya o'zgarsa yoki JSHR bilan bank ma'lumotlari mos kelmasa, to'lov kechikishi mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Pensionerning kartasi avgust oyida tugaydi. Lekin u bankka bormaydi. Pensiya hisoblangan bo'lsa ham mablag' kartaga tushishda muammo bo'ladi. Keyin odam pensiya jamg'armasini ayblaydi, bankni ayblaydi. Aslida karta yangilanishi kerak bo'lgan. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiya kartangiz ishlayotgan bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddat o'tmagan bo'lsa, siz doimiy yashash manzilingizda ro'yxatda turgan bo'lsangiz, pensiyangiz muntazam kelayotgan bo'lsa va ilgari pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha hujjat so'ramagan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Men doim aytaman. Pensiya masalasida keyin boraman degan gap eng qimmat xatoga aylanishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat pensiya miqdori o'sishi ham. Ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqilishi ham mumkin. Odamlar ko'pincha tekshirishsa pensiyamni kamaytirib qo'yadi deb qo'rqadi. Aslida hamma tekshiruv kamaytirish uchun emas. Ba'zan aksincha odamning qo'shimcha staji topiladi. Oldin hisobga olinmagan davri aniqlanadi va pensiya oshishi mumkin. Masalan, bir ayol farzand parvarishi davrini hujjatda ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. Yoki bir erkak harbiy xizmat davrini pensiya hujjatlariga qo'shmagan bo'lishi mumkin. Agar bu davrlar qonun bo'yicha stajga kiradigan bo'lsa va hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Shuning uchun men pensionerlarga faqat qo'rqmang, balki o'z huquqingizni ham tekshiring deb aytaman. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Agar odam bir vaqtning o'zida huquqi bo'lmagan to'lovni olgan bo'lsa, masalan, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi uchun talab qilingan o'qish ma'lumotnomasi amalda mavjud bo'lmasa yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa-yu, to'lov davom etgan bo'lsa, keyinchalik ortiqcha to'langan mablag' masalasi chiqishi mumkin. Bunday vaziyatlarda eng to'g'ri yo'l yashirish emas, pensiya jamg'armasiga borib holatni tushuntirish, rasmiy javob olish va qonuniy tartibda masalani hal qilishdir. Uchinchi nozik jihat chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar uzoq muddat boshqa davlatda bo'ladi. Lekin pensiya O'zbekistondagi kartasiga tushib turadi. Bu yerda yashash joyi, doimiy ro'yxat, hayot ekanligini tasdiqlash, bank kartadan foydalanish masalalari paydo bo'lishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashasa, u o'z holatini qonuniy tartibda aniqlashtirib olishi kerak. Aks holda keyinchalik nega to'lov to'xtadi degan savol tug'iladi. 4-nozik jihat ishonchnomasi orqali pensiya olish. Ba'zi yoshi katta pensionerlar bankka bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan pensiyasini oladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati.
Notarial tasdiq, bankdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi shart. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank pul bermaydi. Ba'zan pensionerning o'zi bundan bexabar bo'ladi. Qarindoshi esa bank bermayapti deb qaytadi. Oldindan tekshiring. 5-nozik jihat. Familiya va ismdagi bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Tursunova deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Tursunboyeva yoki ruscha imloda boshqacha yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1929 yil 3 may, boshqa hujjatda 1929 yil 5 may bo'lib qolgan. Bunday farqlarni mayda narsa deb o'ylamang. Pensiya hisobida har bir hujjat shaxsga tegishli ekanini isbotlash kerak bo'ladi. Bunda FHDYO, arxiv, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner pensiya olayotgan bo'lsa ham ishlashda davom etadi. Bu holatda rasmiy ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar qayta hisob-kitob imkoniyatlari alohida ahamiyatga ega. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizning tizimda to'g'ri ko'rsatayotganini tekshiring. Ba'zan odam ishlaydi, lekin ish beruvchi shartnomani rasmiylashtirmaydi. Keyinchalik men yana 3 yil ishladim, pensiyam oshsin deganda rasmiy asos topilmaydi. 7-nozik jihat. Pensiya va ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Ko'pchilik bu ikkisini aralashtiradi. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibida tayinlanadi. Shuning uchun qo'yda ham hujjat ham miqdor ham farq qilishi mumkin. Agar qo'shningizga bir xil summa tushsa, sizga boshqa summa tushsa, darrov menga kam berishyapti demang. Har bir odamning huquqiy asosi alohida. Endi eng muhim qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni bosqich-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, tug'ilgan sana, familiya, ism sharif, yashash manzili to'g'ri ekaniga qarang. Agar pasport yaqinda almashtirilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi va bankdagi ma'lumotlar yangilanganmi? Tekshiring. Davlat bazasida o'zi yangilanadi deb to'liq ishonib o'tirmang. Amalda ayrim tizimlar orasida ma'lumot kechikib o'tishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasida balans ko'rinayaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma masalasini hal qiling. 3-qadam, pensiya ishingizni tekshirtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi nusxasi, oldingi ish joylarida ma'lumotnomalar, harbiy bilet, diplom, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Agar hammasi kerak bo'lmasa ham yoningizda bo'lgani yaxshi. 4-qadam, arxiv hujjatlarini oldindan tayyorlang. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki tegishli tashkilotning huquqiy varisiga murojaat qiling. Arizada qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlaganingizni yozing. Masalan, men 1997 yil mart oyidan 1996 yil oktyabr oyigacha falon korxonada tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ish staji va ish haqi ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Ariza yozganda pasport nusxasini qo'shing. Telefon raqamingizni yozing, javobni rasmiy shaklda oling. 5-qadam, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddatlarni tekshiring. Nogironlik guruhi muddatsizmi yoki ma'lum sanagacha aniqlang. Agar muddatli bo'lsa, qayta ko'rik sanasidan kamida 1 oy oldin poliklinikaga murojaat qiling. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa farzand 18 yoshdan oshgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Bu ma'lumotnomani kechiktirmang. Ayniqsa o'quv yili boshida universitet yoki kollejda navbat ko'p bo'ladi. 6-qadam, agar pensiya miqdoridan shubhangiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yetarli emas. Pensiyam qanday hisoblanganini tushuntirib berishingizni, ish stajim va hisobga olingan ish haqi davrlarini ko'rsatishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Yozma murojaatga rasmiy javob bo'ladi. Rasmiy javob bo'lmasa, keyin nizo chiqsa, nimaga asoslanishini bilmay qolasiz. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini uyda alohida papkaga solib qo'ying. Men har bir pensionerga bitta pensiya papkasi qilishni maslahat beraman. Unda pasport nusxasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, mehnat daftarchasi nusxasi,
arxiv ma'lumotnomalari, bank rekvizitlari, tibbiy ma'lumotlar, murojaatlar va javoblar bo'lsin. Farzandlaringizga ham bu papka qayerda turganini ayting. Chunki yosh katta odam kasal bo'lib qolsa yoki o'zi idoraga bora olmasa, yaqinlari hujjatni izlab qiynalmasin. 8-qadam, telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiya islohoti degan gap chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Pensiyangiz oshadi. Karta raqamingizni ayting. Kod keldi, menga o'qib bering. Hujjatlarni tezlashtirib beramiz deganlarga ishonmang. Bank kartangizning PIN kodi, SMS kodi, ilova paroli hech kimga berilmaydi. Davlat idorasi sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankka yoki tegishli idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha o'zgarishlar faqat mish-mish bilan emas, rasmiy qaror, farmon, nizom yoki davlat idoralarining e'lonlari asosida amalga oshadi. Shuning uchun mahalla bank pensiya jamg'armasi MyKogov uz kabi rasmiy kanallardan ma'lumot oling. Qo'shnining gapi Telegramdagi noma'lum xabar yoki bir tanishim aytdi degan gap asosida vahimaga tushmang. 10-qadam, agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Avval tuman pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yuristdan maslahat oling. Lekin har doim hujjat bilan gapiring. Hissiyot bilan emas, sana, raqam, ma'lumotnoma, javob xati bilan harakat qilsangiz, natija olish osonroq bo'ladi. Demak, 20 avgust atrofidagi pensiya o'zgarishlari haqida gap ketganda, eng muhim narsa vahima emas, tayyorgarlikdir. Pensiya tizimida ma'lumotlar aniqlashtirilishi, elektron bazalar solishtirilishi, hujjatlar to'liq bo'lishi va to'lovlar manzilli yurishi asosiy masalaga aylanmoqda. Kimning hujjati joyida bo'lsa, bank kartasi ishlasa, muddati o'tgan tibbiy yoki o'qish ma'lumotnomasi bo'lmasa, u ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin. Ammo ishdaji eski korxonalar bilan bog'liq bo'lganlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lov oluvchilar, yaqinda pensiyaga chiqadiganlar va ma'lumotlarida farq bor fuqarolar albatta oldindan tekshiruvdan o'tishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugun shu videodan keyin hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Kartangiz muddatini tekshiring. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Bir kun vaqt sarflab hujjatni tartibga keltirish. Keyin bir necha oy muammo bilan yugurgandan ancha oson. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday savollar yoki muammolar bor? Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Hujjat tekshirishda qiyinchilik bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Pensiya masalasida kim oldindan xabardor bo'lsa, o'z haqini shuncha yaxshi himoya qiladi.